Assalomu alaykum hammaga. Bu videomiz davomida manti bitta shirinlik qilamiz. Shirinlikni nimaligini videoni oxirigacha kommentariyada topishga harakat qilib ko'ringlar. Bu yerda o'sha mantimizni masalliqlarini to'g'rab qo'ydim, xamirini qilib qo'ydim. O'sha shirinlikni xamirini qilishga o'tdim. Pesочный testo qilaman ko'rganinglardek. Margarinni cho'kadan chiqarib, zirhlichalar qo'shib, shakarlarini qo'shib, pesочный xamir qilib qo'yaman. Bu yerga o'sha xamirni tindirishga qo'ydim. Ikkita xamirim ham tinmabdi. Mantiniki ham, shirinlikniki ham. Manti qosqonni listlarini men yog'lab chiqaman. Bular mantini o'zimda yoki bo'g'tirib qo'yishadi. Men shuni suvdagi shuni yog'lab qo'ysak, shuni tez tashlayman. Hammasini bittadan bitirib ko'rib, bittada yog'lab qo'yardim. Udobniy olganlik bo'ldi. Lifehack sizlarga. Manta xamirlarimizni yog'lab kesib chiqdim. O'sha mantini tugamiz. Bunaqa ozvuchkali videoni birinchi marta qo'yishim, поддержка qilib turasizlar degan umiddaman. Videoyim o'ylaganimdan sal uzunroq bo'ldi. Sertichkani qisartirib qo'yib поддержка qilib turasizlar. Ana bo'ldi, tezlashadim mantilarni. Endi hozir qilamiz. Endi raspakovkaga o'tamiz. Anaqa ishimizning orasida raspakovka qilishni bitta odamdan olganman. Ko'rdim, shunaqa o'zimdan anaqa idishlari borlik, qo'llari borlik bor jamlikni zakaz qildim. Ancha bo'lgan, lekin bu videoga yozlarda olganman, menimcha endi montaj qilaman. Olma artamiz. Men bu olmani o'rtasini oladigan zo'r narsa. Tavsiya qilaman hammaga. Melish narsa-yu, no juda ham kerakli, udobno, rosa. Oydan предлагать qilganinglar uni ham qanaqa narsa bor ekan, oldin deb borligini bilardim, lekin olib ko'rmagan edim. Mana terib oldim, xamirlarni yoydim. Birinchi marta bunaqa stiklarni idishda duxovkada pishirishim. O'zi asosan buni duxovkada pishirishadi. Ehtiyot bo'lib, instruksiyalarni o'qib qilish kerak ekan. Sinib ketmasligi uchun. Bu mantidan keyingi holat. Piroglarimiz pishdi. O'sha kuni tahorat yotganimga hayron bo'lmaysiz. O'sha kuni suv ketib qolgan hafta edi. Bir hafta issiq suv bo'lmaydigan. Piroglar pishdi, mantilar pishdi. Pishgan paytim rasmga, videoga olish esimdan chiqibdi, yig'ishtirib